Aqlingizdagi inson sizdan nima xohlayapti? Bugun kartamga savolim shu. Ketdik. Sizlar bilan Aida Taro o'rtoqlar. Hammaga salom. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan 4 tadan olaman. Tak ko'rinyaptimi? Ketdik. Aqlingizdagi insoningiz sizdan nima xohlayapti? Avvalambor shunaqa bir narsa tushdiki, sizlarning отношениялар, ya'ni suhbatingiz karusel chiqyapti va bir ayolga ko'p bog'liq bo'lyapti. Agar er-xotin bo'lsangiz, qaynonangiz yoki qayno opami kim bor uyda ayol kishi o'simida вот shunaqa chiqyapti. Agarda parachka bo'lsangiz, yo uni onasiga yoki sizni onangizga nima desam, munosabatingiz ko'p bog'liq bo'lyapti yoki o'rtangizni ularmi buzyapti yoki didi so'zlar, orqangizdan xunuk gaplar yoki qandaydir sovuqchilikmi tushirishyapti yoki bolani o'zini fikri yo'q bo'lib chiqyapti ko'proq. Хорошо, вот mana bu yerda shunaqa bo'lyaptiki, bola hammani fikrini olyapti-da, mana u rostmi, yolg'onmi ishonyapti va ularni fikriga qarab siz bilan suhbatini davom ettiryapti. Mana shunday jumlamni to'g'rilay. Так, Verxovna Jritsa chiqdi o'rtoqlar. Mani azaldan kuzatganlar biladi bu karta nima ma'no anglatishini. Yangidan kuzatishni yangi o'sha kuzatayotgan qizlarimiz bo'lsa, ayollarimiz, bu karta o'qituv kartasi deyiladi. Siz munosabatingizni saqlab qolish maqsadida o'qitganmisiz biror bir insonga? Agar yo'q, men unaqa ishlar qilmaganman desangiz, sizlarni o'rtangizni sovutish yoki shunga o'xshagan, ya'ni o'qituv bor. Qisqa qilib aytganda, sizlarda o'qituv ishda. Agar siz o'zingiz o'qitmagan bo'lsangiz, unda bir ayol tomonidan sizlarda o'qituv chiqdi, хорошо? Так, sizlarning отношениялар 8 kun yoki 8 hafta yoki 8 oy ichida tiklanishi chiqyapti. Agar hozirda o'rtangizda sovuqchilik bo'layotgan bo'lsa, urush janjallar ko'p bo'layotgan bo'lsa, yoki hozirda gaplashmayotgan bo'lsangiz, hozirgi aytgan kunim datam ichida sekin-sekin отношениялар tiklanishi chiqyapti. Juda ham ko'p o'ylaysizlar, lekin juda ham ko'p bu yerda yana o'sha bolaga keladigan bo'lsak, ko'ryapsizmi? Bola juda ham ko'p o'ylayapti. Hammadan maslahatlar olib chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Lekin sizni o'zingizning fikringiz bor, lekin aqlingizdagi insoningizni o'zini fikri yo'q chiqyapti.